Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi kun juma kuni 16-yanvar Andijon mashina bozoriga tashrif buyurganmiz. Mana ko'rib turganingizdek dunyocha Nexia'lar qatorida turibmiz. Asosan akalar, xudo xolasa videoni boshidan bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Mana xudo xolasa birinchi videomiz dehqondan bo'ladi. Akamiz o'zini mehnatini qilib olib chiqqan Nexia avtomashinasi. Xo'p, aka nechinchi yil bu? 2008-yil Dons avtomashina akalar. Mana borini ko'rsatamiz. Akamiz shunday minib yurgan holatida olib chiqqansiz, to'g'rimi? Mana akalar, mana motor. Ha? Bu yog'i 2. Ha, bu yog'i 2. Nexia 2 o'zi, ha? Ha, mana ichini 2 qilgan. Ha, Nexia 1, Nexia 2 qilingan Dons avtomashinasi akalar. Xo'p. 1.6, to'g'rimi? 1.6 Dons. Demak akalar, nechinchi yil bu? 2008-yil. Probegi? Probegi xullas kalom akamiz ham bilmaydi ekan. 2008-yil, 17-18 yilga mashina, tablolari almashgan ekan. Xo'p, kraskasi-chi aka? Kraskasi qayerlarda bor? Necha foiz? Bir 10 mi? Ha. Olganingizdan keyin nima bo'lgan? Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? O'tmagan, ha? Urmagansiz. Lekin kraska bo'lgan, ha? Kraska bo'lgan. Kraska qayerlarda bo'lgan aka? Siz olganingizdan keyin, masalan, necha yil mindingiz? Olganimdan keyin emas, Ha. bundan oldingi kraska. Ha, sizda bo'lmagan umuman. Necha yil mindingiz aka? Taxminan? 4 yil minibdi akamiz mana mehnatini qilib. Aka qilt etmasdan yuradi, mana obunachilar, kuzatuvchilar masalan olmoqchi bo'lsa, xudo xolos tavsiya qila olasa, akamiz mana bemalol tavsiya qila olar ekan. Balonlar aka, yumshoq holatda, o'rtacha holatda turibdi. Xullas Nexia 1 Dons qilingan motorlari mana akamiz o'zi qanday bo'lsa shunday bozorga olib chiqib sotyapti ekan, xudo xolasa. Demak, akamiz 4 yil mingan bo'lsa, undan oldingi akalar kraska qilgan. Tablolar almashgan. Ichichini ham ko'rsatib qo'ysa bo'ladimi? Akalar mana assalomu alaykum. Mana chexollari bor, xudo xolasa polilari bor. Mehnat qilinganligi bilinib turibdi. Ko'rib turganingizda endi 16-17 yilga mashina. Hop. Nech pul endi aka bu? 3000 dollar kami bor. Akamiz chiroyli qilib narx beraverar ekan. Keyin davendi chiqaradi. Mashina o'zim nomimda. Mashina akamizning nomida ekan, 3000 dollar puli borga kami bor. Dokument tomonidan umuman hijolatchilik yo'q deyapti. Variantga bormi yo'qmi? Variant yo'q, ha. Faqat naqqa 3000 dollardan kelishtirib berasiz lekin, ha. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 061 061 60 60 60, ha. 66. Aha, aka bozoringizni bersin, ishlaringizga rivoj. Xo'p, akalar, mana yerda 2007-yil Delfin rang Nexia 2 avtomashinasi bor ekan. Kraskasi bor, narxi 3300 dollar deyapti ekan. Kelishtirib bersa kerak akalar, mana chiroyli qilib, pokiza qilib olib chiqib qo'yibdi. Akamiz o'zi nomerlarini qoldirib qo'yibdi. 93lik 776 05 70 ekan. 3300 dollar narxi deyapti ekan. Xo'p, probegi XX bo'lib qopti. Telefon qilib bemalol ma'lumot olsanglar bo'laveradi akalar. Mana go'zal holatda. Salonlarni ham ko'rsatib beramiz. O'rtacha holatda turibdi. Ko'rib turganingizdek yana bitta mana seriya avtomashina bor ekan. Mokri deb beradi akalar. Sons ekan akalar. Ko'rib turganingizdek Mokri 2008-yil 615 ming Nexia 2 pozitsiyasi 2 kraskasi bor ekan, xudo xolasa. Hop, 3200 dollar kami bor ekan bu. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Mana bir qator salonlarni ham ko'rsatib qo'ysak bo'laveradi akalar. Yaxshi holatda, o'rtacha holatda turibdi. Sizdami aka bu? Benzinlari bor ekan akalar, metallari bor ekan. Narxi variantga ham bor ekan, naqqa ham bor ekan. 3200 dollar naqqa ekan. Kami bor ekan. Xo'p, anaqasi-chi aka? Variantga necha pul borga chiqadi? 1000 dollar puli borga. 1000 dollar puli borga variantga chiqar ekan. Keyin davenis beriladi. Keyin davenis berilar ekan. Xo'p, telefon nomerini qoldiramiz. 93likmi? 93lik 212 84 88. Qiziqqanlar akalar aloqaga chiqarasizlar. Aka bozorlarni bersin. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, ellikboshini xizmatlari, mehmonxonalar,
3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, Nexia qatorida mana Nexia 3 ham bor ekan. 2016-yil 201 ming yurgan probegi. Hop, kraskasi bor ekan akalar. $6,900 deyapti ekan. Gang Svetdagi Nexia 3 avtomashinasi. Hop, gazi bor ekan, benzini yo'qmi? Benzini, gazni o'zini pitikcha qilib qo'yishibdi. Akalar mana go'zal holatda salonlari. Nexia 3 avtomashinasi. Aka, buni motor hadovoy ishi bormi yo'qmi? Ha, faqat oladi, minadi ekan. $6,900. Benzini yo'q ekan buni, faqat gazmi? Gaz benzinga pitishga qo'ymabsiz shunga. Ha. Mana akalar, motor hadovoylari pokiza holatda, go'zal holatda turibdi. Variant kam chiqam? Hokimdan ham benzin yuribdi. Ashida. Propanda yuribdi. Necha pul borga variantga bor? Yo'q, variant. $2,500 pul borga variantga chiqaradi. Barter ham bo'lar ekanda? Barter ham bo'lar ekan. Nomerlari 93lik 212 84 88. Gen davenni chiqaradi aka. Gen davenni chiqarar ekan. O'zimizdan chiqadi. O'zingizlardan chiqadi. Yana bitta mashina bor ekan, oppoq Svetda Gentra avtomashinasi 2014-yil. 99 ming yurgan ekan, ikkinchi pozitsiya ekan aka. Top toza ekan bu. Kraskasi toza ekan akalar. 99 ming yurgan, mana salon holatlari. Chixol qo'yilmagan ekan a? O'ziniki ekan a, chixol yo'q ekan a? Ha. Mana polilari bor, xudo xolasa. Yangi 99 ming yurgan 2014-yil Gentra avtomashinasi akalar. Hop, mexanika, benzin, gaz, cho'tki yuradi. Motor hadovoylarida ish yo'q a? Mana akalar. Motorlari ham pokiza holatda turibdi. Avtolar almashtirilgan, antifrizlar to'kilib, chiroq qilib qo'yilgan a. Akalar, mana 99 ming yurgan 2014-yil Gentra avtomashinasi toza, ikkinchi pozitsiya. Nech pul endi aka bu? Gaz ballonlari yangi. Gaz ballonlari yangi. $8,600 dan o'tib beriladi. 2,500 puli borga, demak, nasiyaga halol nasiya savdo qilib berilar ekan 1 yilgacha akamiz. Telefon nomer 93lik 212 84 88. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar akalar. Aka, bozorlar bersin. Hop. Akalar, mana xudo xolasa Nexia avtomashinalarni videoga olish mobaynida Gentralarni ham qo'yib qo'ydik. Sizdami aka bu? Sizdami? Necha yil aka? 2014-yil oppoq Svetda Dons 1.6 avtomashina Nexia 2 aka. Probegi qancha? Ha? 30 ming? 100 ming yurgan. Kraskasi aka. Kraskasi toza. Balonlari archa holatda, o'rtacha holatda, yumshoq holatda turibdi, xudo xolasa. Mana oppoq Svetda, umuman kraskasi yo'q. Toza Nexia so'raganlarga mana 2014-yil. Motor hadovoylari umuman ish yo'q aka. Tirikchilik bu ha? Ha, to'ra balonlari to'rimizlarga moslashtirib, go'zal qilib ustalarga ko'rsatib qo'ygan ekan. Hop, mana motorlari, hadovoylari yaxshi aka. Tirikchilik bu ha? Yo'q, dehqonchilikmi? Tirikchilik ekan akalar, mana ko'rib turganingizdek, bitta salonni ham ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Bitta salonni ham ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana salafanlar taqib, chiroyli qilib akalar mokrik qilib, chiroyli polilari bor ekan. Yaxshi holatda olib chiqib qo'yishibdi. 100 ming yurgan atiga, yili ham unaqa eski emas, 2014-yil. Probegi ham 100 ming atiga, xudo xolasa. Nech pul deyapsizlar aka buni? $6,500 kami bor ekan. Gen davenni chiqaradi. Gen davenni chiqaradi. Variantgachi? Faqat naqqa berilar ekan, $6,500 kami bor. Telefon nomeringiz aka? 90lik 202 20 52. Aka, bozoringiz bersa, men oqsizdan emasmi?
Hop. Yana bitta mashina bor ekan. Sizdanmi aka? Nechinchi yil ekan aka? 16. 2016-yil mana. 278. Yili yangi, ya'ni yili yangiroq holatdagi Nexia avtomashinasi. 2016-yil. Dons motor hadovoylari zo'ra. Hamma yo'q. Nexia 2 ha? Lucas konditsioner akalar. Umuman ish yo'q ha? Xudo xolasa umuman ish yo'q. Mana balonlari yumshoq balon, archa holatda turibdi akalar. Mana. Kraskasi-chi aka buni? Bitta kapotda xolos. Kraskasi bitta kapotda bor. Qolgan joylari top-toza. Qolgan joylari top-toza ekan, xudo xolasa akalar. Ichiga o'tmagan. Ichlariga umuman o'tmagan ekan. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsak, 278 ming yurgan ekan. Mana go'zal holatda, yumshoq, chiroyli holatda turibdi. Tirikchilik aka bu? Tirikchilik aka. Mana eshiklari ham cho'tki yopilyapti. Metan, benzin aka. Shumkasi bor. Shumka eshiklari shumka qilingan ekan. Hop, oppoq suvetda, demak, bitta kapotida bor, 278 ming yurgan, 2016-yil oppoq suvetdagi Nexia avtomashinasi. Nech pul deyapsiz aka buni? 5,5 ming. 5500 dollar kami bor ekan. Kelishamiz. Kelishtirib berar ekan. Hujjat bo'laveradi. Gen davenniz, xohlasangiz оформление, lebo hujjat chiqar ekan. 5500 dollar kami bor. Variantga chiqam chiqmaydimi? Barter. Barterga ham chiqaveradi, bir 2-3 oygacha chiqadi. Ha, variantga 1-2-3 oygacha chiqar ekan. Barter ham qilib berar ekan. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik 767 00 0024. Aka bozoringiz bersa. Askanalmi? Obzorchi Salmo aka. Bu sizdan emasmi? Gang Sweatda Nexia. Kimdan aka? Sizdanmi aka? Video qilib qo'ysa bo'ladimi? Nechinchi yil aka bu? Yo'q, nomer chiqmaydi. Nechinchi yil aka? 2015-yil Dons Gang Sweatda Nexia avtomashinasi. Probegi qancha aka buni? 245 ming yurgan ekan. Balonlari archa holatda yumshoq balonlar taqilgan ekan. Xo'p, kraskasi qayerda aka buni? Kraskasi toza. Kraskasi yo'q, toza. Bu joylarda mana bunaqa joylarni aniq qilib qo'ygan ekan. Xo'p, pultlari bor ekan aka buni. Pultlari bor ekan. Ustalarni olib kelib bemalol tekshirtirib, akamizdan baraka qilsalar bo'ladi. Chixollari bor, polilari bor mana. Go'zal holatda turibdi akalar. Gang Sweatda Nexia avtomashinasi 245 ming yurgan. 2000 nechinchi yilda deysiz? 2015. 1.6 Lux konditsioner. Kraskasi top toza deyapti. Xudo xolasa yumshoq balonlar taqilgan, archa holatda balonlar turibdi. Metan, benzin, metan, benzin cho'tki yuradi. Nech pul deyapti aka bu? 5200 dollar kami bor. Top toza Gang Sweatda 2015-yil. Nexia 2 Lux konditsioner. Hop, telefon nomeringiz? 93lik 417 21 24. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa Nexia avtomashinalarini chiroyli holatda Nexialar bor ekan. Ko'rib turganingizdek. Necha yil aka bu? Xo'p, akalar mana yana bitta Mokri Sweatda Nexia avtomashinasi Sons ekan aka bu. Bitta video qilib qo'ysak bo'ladimi? Nexia Sons Mokri avtomashinasi. Xo'p, Sons gibridmi bu aka? Yo, prostoymi? Yo'q, Prostoy avtomashina. Xo'p, kraskasi necha foiz aka buni? 100% toza. 100% toza. Umuman joy kraskasi yo'q. 2013-yil 120 ming yurgan ekan. Mana balonlari o'rtacha holatda turgan ekan akalar. Demak, kraskasi yo'q, top toza, 121 ming yurgan. 2013-yil Mokri motor hadovoylarida qanaqa ishi bormi yo'qmi aka? Tayyor. Hali zubchati remenlarini kilometr yetib kelmagan, ha? Yaxshi. Xudo xolasa oladi, minadi. O'zingizlarnikimi yo tirikchilikmi aka? Ha. Akalarni o'zlarining xizmatini qilib, olib chiqqan mashina ekan. Andijonning qayerining mashinasi aka bu? Baliqchi rayonida mashinasi ekan akalar. Mana ko'rib turganingizdek, go'zal holatda turibdi. Bitta salonni ham ko'rsatib qo'yaylik. Akalar mana salonlari. Chixollari bor ekan, mana ko'rib turganingizdek, polilari bor ekan. Mana orqa chixollari yaxshi holatda turibdi, xudo xolasa. Nech pul deyapti aka bu? 6000 kami. 6000 dollar kami bor. Variantga chiqam chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa. Gen davenniz berilaveradi.
Keyin damingiz berilaverar ekan. Telefon nomeringiz aka? 90'lik. 90lik 147. 147 77. 77 42 ha. Bo'ldi aka, bozoringlarni bersin. Obzorchi Salmon aka. Bo'ldi. Ha, xo'p. Akalar, xudo xolasa Nexia avtomashinalarini qo'ldan kelgancha video obzor qildik. Bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda xudo xolasa qaysi mashinalarni qo'yishligimizni bir qator yozib qoldirsanglar, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiringlar va keyingi mashinalar qaysi mashina haqida obzor bo'lishligini bir qator yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.